Bismillahirrahmanirrahim. So'ngra Nabiy sallallohu alayhi vasallam hisob-kitob boshlanishini so'rab Alloh taologa duo iltijo qiladi. Alloh taolo u kishining duosini ijobat qiladi. Hamda hisob-kitob boshlanadi. Mana shu duodan keyin ajib bir holat, ajib bir manzara boshlanadi. Mahshar maydonida milliardlagan odamlar va jinlar, mahluqotlar hisobga shay bo'lib turgan paytda Alloh taolaning hisob-kitob boshlanishi haqidagi hukmi. Mana shu holatda butun osmonni to'ldirib sahifalar, kitoblar uchib keladi. Ya'ni mahshar maydonini, osmonini kitoblar kelib uchib to'lg'izadi. Osmonda kitoblar uchib alanar ekan, hamma qaysi qo'liga kelib tushishi haqida xavotirda, g'amda turadi. Odamlar bu dahshatli ajib bir manzaraga guvoh bo'lib turadilar. Shunda odamlar shunga turgan paytlarida kitoblar bitta-bitta bo'lib egalari topib qo'llariga tushadigan bo'ladi. Ba'zi odamlarning kitoblari o'ng qo'liga kelib tushadi, ba'zilarining chap qo'liga kelib tushadi. Kitoblarni, sahifalarni ulashishlik boshlanadi. Bu kishini qo'liga kitobi qaysi qo'liga kelib tushishligi uni najotga yetganligi yoki tashalga uchraganligini bildiradi. Alloh taolo shunday deydi: فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Ana endi kimning nomoya amali o'ng qo'lidan berilsa, bas u oson hisob bilan hisob-kitob qilinajak va o'zining jannatdagi ahli oilasiga shod va xurram qaytajak. Alloh taolo nomoya amalimizni o'ng qo'limizdan bersin. Kitobini o'ng qo'lidan olgan kishilar najotga erishganligi aniq bo'ladi. Endi chap qo'lidan kitobini oladigan kofirlarning holi qanday bo'ladi? Kofir odam nomoya amali qo'liga o'ng qo'lidan kelmaganligini bilgandan keyin chap qo'liga olmasligi uchun qo'lini orqasiga qo'yib oladi deyiladi. Ya'ni yalang'och, kiyimsiz, kiyimini ichiga qo'ltig'iga tiqib olmaydi qo'lini. Shunda qo'lini orqaga qilib turganida kitobi aylanib ketib turib orqa tomondan qo'liga ushatilib qo'yiladi. Uni tashlab olmaydi, uni olmay qo'ya olmaydi. Uni qo'liga shunday tutqazib qo'yiladi. Alloh taolo bu odam haqida nima deydi? وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Endi kimning nomoy amali orqa tomonidan berilsa, bas u o'limni chaqirib qolacak va do'zaxga kirajak. Inson dunyoda qilayotgan hamma harakati, ovqat yeyishi ham, issiq kiyinishi ham, uyini sovg'it qilishligi ham o'limdan ehtiyot qilishlik. Maqsadi shu. Mashina yo'lda o'tib ketayotgan ehtiyot bo'ladi nimaga? O'lib qolmasligi kerak. Yo'lda ketayotib uxlab qolishdan qo'rqadi, o'lib qolishidan qo'rqadi. Lekin bu kunda inson o'limni o'ziga tilab qoladi. Qaniydi nariga o'limning oxirgisi bo'lib tirilmaganimda. Darvoqe u hayotda dunyolik paytida ahli oilasida o'z kufr isyoni bilan shod va xurram edi. Ya'ni dinsizligi bilan xursand bo'ladi. Ona-onasining yarmasimiz, anaqa emasmiz. Zuvolamiz katta uzgan ekan, dindorni yaxshi ko'rmas edi. O'zini dinsizligi bilan faxrlanadi. Orqada qolganlar deb qararadi. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Mo'min kitobini o'ng qo'lidan olib ochib o'qir ekan, kitobida namoz, roza, salovat, sadaqa, birrul volidayn, odamlarga qilgan yaxshiliklari, zikr, Qur'on, hasanotlarni ko'radida yuzi nurga to'lib ketadi. Fayaqulu ha umqra'u kitabiya. Bas endi kim o'z kitobi, ya'ni nomoya amalini o'ng qo'li bilan olsa, mana meni kitobimni o'qinglar, mana kitobimni o'qinglar deydi. Darhaqiqat men hisob-kitobimga, ya'ni oxiratdagi ajr mukofotga ro'baro bo'lishimni bilgan edim. Birinchi bo'lib odamlarga ko'rsatadigan narsa mana ko'ringlar. Shu oyatning sharhida shunday bir keladiki, bir bandani Alloh taolo mo'min bandasini kitobini qo'liga beradi. Mo'min bandasini boshqalarni ko'rmaydigan qilib ustiga o'rab qo'yadi. Hadislarda keladi. Banda kitobini ochadi. Mo'min banda kitobini ochadi. Bir qator savob, ikki qator gunoh, 4 ta savob, 10 ta gunoh. Xuddi siz bilan biz ibodat qilyapmiz, ko'chaga chiqib gunoh qilyapmiz. Yolg'on gapirib qo'yapmiz. Bir bilib bilmasa gunoh qilyapmiz. Banda deyiladi. Savobli qatorlarni o'qiganda rangi o'ziga kelib chiroyli bo'lib qoladi. Gunoh qatorlarniki ko'zi tushganda rangi o'zgarib, ming xil tuslanib turadi. Kitobini o'qib bo'ldi. Kitobini o'qib bo'ldi. Natijani ham biladi taxmin. Shunda Alloh taolo bandasiga qarab, dunyoda qilgan xato kamchiliklaringni, dunyoda qilgan gunohlaringni berkitib yashirganmanmi?
Dunyoda seni sharmanda qilmaganmanmi? Bugun ham sharmanda qilmayman. Kitobingni ochib o'qi deydi. Kitobini ochganida Alloh taolo hamma sayyiatlarni hasanatga aylantirgan bo'ladi. Shunda Alloh taolo bu hijobni ko'tarib tashlaydi. Odamlarning ko'zida bu hech qanday gunoh qilmasdan faqat kitobida solih bo'lib ko'rinadi. Xuddi dunyoda yaxshi odam bo'lib ko'ringanidek. E'tibor beraylik. Allohdan qo'rqaylik. Bizni qilayotgan gunohlarimizni odamlarning bilmayotganligi Alloh taoloning bizga bergan mehribonligi ekan. Agar Alloh xohlasa, qayerda gunoh qilsangiz ham Alloh xohlasa fosh qilib qo'yar edi. Endi hayo qilaylik. Alloh taolo yashayaptimi? Demak, biz ham mana shu gunohdan ehtiyot bo'lishga harakat qilaylik. So'ngra u ko'ngilli hayotda mevalari ahli jannat uchun yaqin bo'lgan yuksak jannatda bo'lur. Endi kitobini chop qo'lidan olgan odam ahvoli qanday bo'ladi? Va amma man utiya kitabahu bishimalihi. Endi nomaya amalini chap qo'lidan olgan, kitobini chap qo'ldan berilgan kimsa kelsak, kofir kitobini ochar ekan, fosid aqida, fisq fujur, shirk, kufr, zino, aroq, namozni tark qilish, musulmonlarni masxara qilishlik, qarindosh urug'chiligini uzishlik, harom luqma, ribo, otini yo'q bo'lishlik kabi gunohlarni ko'radida, o'zi ham oqibatini bo'lishiga ahli etib qoladi. Endi o'z kitobi chap qo'lidan berilgan kimsaga kelsak, bas u der, qaniydi menga kitobim berilmasa edi, valam adri ma hisabiya, ya laytaha kanatil qodiya. Va men hisob kitobimni nima ekanligini bilmasam edi. Qaniydi o'sha birinchi o'lim barcha narsani tugatguncha, uzguvchi bo'lsa, qani edi qayta berilishi bo'lmasa deydi. Inson o'limni o'ziga tilab qoladi. Unga aytiladi: "Mol dunyoing qani? Qani ishongan puling? Ma aghnanni maliya. Meni ne mashaqqatlar bilan topgan mol dunyo masqatmadi-ya. Unga seni qutqarib qoladigan mansabing, amaling, obro'ying qani deyiladi. Halaka anni sultoniya. Mulki saltanatim ham halok bo'lib ketdi-ya" deydi. Podshohmidi, amaldormidi, boymidi, qani? Nima fasqatdi uni? Shunda Alloh taolodan amr keladi: "Xuzuhu fagulluh." Bas Alloh jahannam qo'riqchilariga der, uni ushlab kishanlanglar. So'ngra do'zaxga tashlanglar. Bir marta solib chiqqanlar ekan. Dunyoda eng zo'r hayot kechirgan kishini. Biror kun mashaqqat ko'rmagan, hayotni ne'matga cho'milgan odamni bir marta do'zaxga solib chiqargandan keyin bir umr ko'rgan rohatini esdan chiqarib yuboradi bu azob. Qora ko'mirga singar yonib kuyib chiqadi. Dunyoda biror bir yaxshi kun ko'rganmisan deb so'raganda, Allohga qasam, yaralganimdan beri shu mashaqqatdaman. Dunyodagi eng mashaqqatli hayot kechirgan bir mu'minni jannatga bir solib chiqarganda 14 kunlik Badr kechasidagi oyday bo'lib chiqadi. Biror bir mashaqqat ko'rganmisan hayotda desa, Allohga qasam, yaralganimdan beri rohatdaman. Bu shunday azob, shunday rohatki, avval o'tgan hamma narsani yutib tashlaydi. Bu bir kunga teng keladigan kun birodar ibodatni o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Bu dunyo 1 soatlik umr ibodat qilib olishlik kerak. 1 soat sabr qilishlik xolos. Ko'pchilik yarim soat o'tib bo'ldi bu yerda dunyoda. Yana yarim soat ila qoldi. Sunna fi silsilatin zar'uha 70 zira'an fasluku. So'ngra uni uzunligi 70 gaz bo'lgan bir zanjirga bog'lab qo'yinglar. Rasululloh aytadilar, bu zanjir olovdan bo'lgan zanjir bo'ladi dedilar. Og'zidan tiqib, orqa peshoqdan chiqarib qo'yiladi bu zanjir deyiladi. Va bu zanjirda aylantirishligi hadislarda aytilgan. Bu hisob kitobgacha bo'lgan uning azobi. Hada kitabuna yantiqu alaykum bil haqq inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Odamzod bir ish qiladida, biroga va'da berib esdan chiqarib qo'yadi. Birodan bir omonatlarni esdan chiqarib qo'yadi. Gapirib esdan chiqarib qo'yadi. Qilgan gunohlarni ham esdan chiqarib qo'yadi banda. Chunki inson degani unutuvchi degan. Endi Alloh taolo nima deyapti? Mana bu kitobimiz, ya'ni bizning amrimiz bilan yozilgan namoyi amolingiz qo'lingizdagi. Sizlarga haqiqatni aytur. Dar haqiqat biz sizlar qilguchi bo'lgan barcha amallaringizni ushbu namoyi amalga ko'chirib qo'yganmiz. Yozib qo'yilgan. Esimizdan chiqmasin. Yelkamizda ikkita farishta bor. Qiyomat kunida birorta harfi tushmagan holda peshonamizga olib kelinadi. O'ylab gapiraylik. O'ylab ish qilaylik. Va kullu sag'irin va kabirin mustatar. Har bir kichik va katta amal lavhul mahfuzga bitilmishdir dedi Alloh taolo. Mana shunday bir holatda Alloh taolo mahshar maydoniga qarab keladi. Va ashraqatil ardu bi nuri robbiha
va budiyal kitab va ji'a bin nabiyyin va shuhada va qudiya baynahum bil haqq va hum la yuzlamun. Endi Alloh taolo mahsharning oldiga kelishiga ta'riflanadi mana shu oyatlar. Alloh taolo o'zi keladi. Yer, ya'ni mahshargoh Parvardigorining nuri bilan yorishdi. Alloh taoloning nuri bilan mahshargoh yorishib ketadi. Kitob, nomai amallar hisob-kitob uchun qo'yildi. Payg'ambarlar va guvohlar keltirildi va ularning barcha bandalarning o'rtalarida birontalariga zulm qilinmagan holda haq bilan hukm qilinadi. Ana shu jinoyat qilganlar keldi. Ularning ustiga hujjat qoyim qilgan payg'ambarlar keldi. Noma'lumlar qo'yildi, Alloh taologa hukm qilish qoldi. Alloh taolo haq bilan hukm qiladi, hech kimga zulm qilinmaydi. Dabutiyal kitab قتر المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. So'ng har bir kishining namoyi amali o'rtaga qo'yildi. Bas gunohkorlarning unda bitilgan narsalardan dahshatga tushib, bizlarga halokat bo'lgay. Bu qanday kitobki, na kichik va na katta gunohni qoldirmay, barchasini hisoblab bitib qo'yib, deyishini ko'rursiz. Ular qilib o'tgan barcha amallarini hozir va nozir holda topurlar. Parvardigoringiz hech kimga zulm qilmaydi. Katta ham, kichik ham gunoh qilmaydi. U mahkamada, u ilohiy mahkamada tanish bilish bo'lmaydi. Qarindosh urug' bo'lmaydi. Pul hech narsani hal qilmaydi. Alloh taoloning oldida Allohga qasam dedi Rasululloh. Tarjimonsiz yakkama-yakka turib hisob kitob qilasiz deydi. Shukr esimizda tursin. O'rtaga hech kim tusholmaydi. Dunyoda har qancha katta muammo bo'lsa, bir yo'lini qilsa bo'ladi. Lekin ilohiy mahkamada bu narsa bo'lmaydi. Ahsohullohu va nasuh. Ular u kishilar amallarni Alloh hisoblab bitib qo'ydi. Ular esa unutib yubordilar. Alloh barcha narsasiga guvohdir. Gunohni qilib esdan chiqarib yubordimi? Alloh esdan chiqargani yo'q. Birodar zulm qildimi? Haqqini olib ketdimi? Ko'tarib ketdimi bir narsasini? Hech narsa olmay qoldimi? Oldirib qo'ygani esdan chiqarib oladi 5 yil 10 yilda. Lekin Alloh taolo esdan chiqarmaydi. Esimizdan chiqmasin agar biroz zulm qilayotgan bo'lsa, birodarlar, bu hayotning ikkinchi qismi nariyada. Xotirjam bo'linglar, haqqinglarni olasizlar. Hisob boshlanish oldidan eng ajib bir ko'rinish bo'ladi. Hisob kitob boshlanishidan burun ajoyib bir manzara yuz beradi. Bandalar shu holda turganlarida Alloh taolo keladi. Falonchi kelar ekan desa, qanaqa bir kattaroq bir odam bo'lsa, kattaroq bir mansabli kishi bo'lsa, bir boshqacha bir holat bo'ladi tarixda. Sir bosadi, qaltiraydi va hokazo. Xo'jayinning oldiga kirasan desa, chiroyli kiyimli borib turadi, qabulida qancha kerak bo'lsa. Chir deganda yuraklari tipirchilaydi. Endi birodarlar, qiyomatda odamlarni abadiy rohat yoki abadiy do'zaxga ketishligi aniq bo'lib turgan paytda Alloh taolo mahsharga keladi. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullohu fi zulalin minal ghamam wal malaikatu wa qudiyal amr va ila Allohi turja'ul umur. Ular haq yo'lni inkor etuvchilar qiyomat kunida boqmaydilar. Magar ularga bulutdan bo'lgan soyabon ostida Alloh va farishtalar hisob kitob uchun keladi-da, ish tamom bo'ladi va barcha ishlar yolg'iz Allohga qaytariladi. Alloh taolo farishtalar bilan birga keladi. O'zi bilgan, o'zi xohlagan bir ko'rinishda. Laysa kamislihi shay'un va huwas samiul basir. Alloh taologa hech narsa o'xshamaydi, lekin Alloh eshituvchi va ko'rib turguvchidir. Mana Alloh taoloni ko'radi desa, biz ko'rish deganda faqat o'zimizni ikki ko'zimiz bilan ko'rishni tushunamiz. Alloh taoloning ko'rishligi biznikida emas. Alloh o'zi bilgan boshqacha kayfiyatda. Ko'rishlikni boshqa yo'llari borligini insoniyat 20-asrda juda ko'pini ko'rdi. Yerdan turib yulduzni ko'ryapti. Odamning qornidagi kichkina narsani ko'ryapti. Rengen degan narsa chiqdi. Insonning ko'zidan boshqa ko'rishlik asboblari ham, yo'llari ham bor ekan. Inson o'zi o'ylab topdi bu narsalarni. Endi Alloh taolaning ko'rishligi, Alloh taolaning eshitib bilishligi o'zi bilgan ajib bir ko'rinishda bo'ladi. Hadislarda keladi. Mana yadullohi fawqa aydihim deydi. Payg'ambarimizga Rizvon bay'atida payg'ambarimizning qo'liga qo'llarini qo'yib bay'at berganlar haqida Alloh aytadi. Sizni qo'lingizga qo'lini qo'yib bay'at berganlarning qo'lini ustida Allohning qo'li bor deydi. Alloh meni qo'lim bor deyapti. Qo'li qanaqa desa, kayfiyatini so'ramaymiz.
Qo'li bor deyaptimi Alloh? Iymon keltiramiz, qanaqaligini surishtirmaymiz. Alloh taolo jahannamni oyog'i bilan ezadi deydi. Sahih hadislarda. Demak, oyog'i bor ekanmi? Alloh bor deyapti, payg'ambar bor deyapti, iymon keltiramiz, qanaqa ekan demaymiz. Kayfiyat bermaymiz. Kayfiyat bersak kofir bo'lib qolamiz, mahluqotlarga o'xshatganligimiz uchun. Inkor qilsak, Alloh taolaning sarih oyatini inkor qilib yana kofir bo'lib qolamiz. Alloh qanday aytgan bo'lsa, shunday iymon keltiramiz. Odamlarga ana shu holatda aytiladi. Alloh taolo bilan sizlarning oralaringizda biror bir alomat bormi? Ular ha. O'rtalarimizda Robbimiz boldirini ochishni bor bizga deydi. Yukshafu an saqihi deydi. Boldirini ko'rsatadi deydi. Birodalar, bu Ibn Abbos roziyallohu anhudan keltirilgan sahih hadisda keladi. Qiyomat kuni Alloh taolo boldirini kashf qiladi. Har bir mu'min sajda qiladi. Ammo kim dunyoda riyo, sum'a uchun sajda qilgan bo'lsa, u kunda sajda qila olmaydi deydi Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Alloh taolo ularga o'z boldirini kashf qiladi. Odamlar sajda qilishga buyuriladilar. Mu'minlar sajda qiladi. Ammo kofirlar, fojirlar va munofiqlar agar dunyoda sajda qilgan bo'lsa ham, riyo, xo'ja ko'rsin, sum'a uchun sajda qilgan bo'lsa, bellarini Alloh taolo qotirib qo'yadi. Shunday bir rivoyatlarda keladi. Sajda qilishlik uchun bellarini shunaqa bir egaman deb kuchanadiki, ko'zlari irg'ib tashqariga chiqib ketadi deydilar. Lekin Alloh taolo rahmat qilganlarga sajda qiladi bu uchun. Yawma yukshafu an saqin va yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un. Boldirlar ochiladigan, ya'ni og'ir hisob kitobga chorlanadigan, ular kofirlar ko'zlari quyiga egilgan, xorlik ularni o'rab egallab olgan holda sajda qilishga chorlanib, lekin sajdaga kuchlari yetmay qolgan kunni eslang. Demak, dunyoda Alloh uchun sajda qilganlar bu kunda sajdani osonlik bilan qiladi. Birodarlar, ertaga kitoblar o'ng qo'l yo chap qo'ldan beriladi. Ertaga kishilar yo kiyimlik yo yalang'och turadi. Ertaga Alloh taolo keladi hisob kitob uchun. Ertaga sajda qilishlikka buyuriladi. Ertaga insonlar egila olmay qoladi. Ertaga yuzga tayyorgarlik ertaga bo'lmaydi, bugun bo'lish kerak. Ertaga qolama unaqa bo'lmasin, bugun, chunki ertaga mana ishlar bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo ana shu kunda sajda qilib, Allohning ulug'ligini sajda bilan soqiladigan bandalardan qilgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astaghfirullah lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.